Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga ya'ni mana ko'rib turganingiz Shved Homemade 3G programmasida qanday uy chizishni ozgina bo'lsa ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman sizlarga. Qo'ldan kelgancha do'stlar. Mana bu oyna chizadigan oynamiz. Bu yerda 3G'sini ko'rsatib beradi. Bu yerda esa nomlari, ya'ni yerda nomi, eshikni eni, bo'yi ham o'lchamlarni ko'rsatib beradigan joy. Masalan, hozir biz yer tanlaymiz. Mana Sazzat yer, mana ko'ryapsizlar. Sazzat stena. Harakat qilaman sekin qilishga. Ya'ni yerimiz 7 metrga, mana 8 metrga, 7 metrga bir marta qo'yib olib, sichqoncha ustiga bosib, keyin bu yerga tortamiz mana. Ya'ni 10 metr qilamiz. 10 metrga sichqonchaning chap tugmasini bir marta bosib, yana qo'yib olib, tepaga qarab yuramiz. Mana. Bu devor. Agar devor qurmasdan yerda oladigan bo'lsak, mana yer, mana yonida turgan yer. Yerni belgilaymiz, ustiga bir marta bosib, ya'ni 10 metr joyda olganimizdan keyin yana bitta bosib, pastga qarab tortamiz va bitta bosib yana bitta tortamiz, to'rtburchak holga keldi masalan. Keyin chap tugmani bosib ustiga qo'yib yuboramiz. Endi buni ustini mana ko'rib turganlaringdek mana bizda yer paydo bo'ldi. Agar bu yerga rang bermoqchi bo'lsalaring, ya'ni do'stlar, qo'l ko'rayotgan bo'lsalaring, qo'lni bosamiz. Strelkani bosamiz, ustida strelkani bosib 10 tugmani bosamiz. 10 tugmani bosganimizdan keyin mana изменить комнату ustiga bosib, ya'ni svet beramiz rangi. Kerakli rangni tanlaymiz. Mana pol. Yer, stena, har hammasi yozilgan. Mana. Ko'rib turganlaringdek. Yer tanlaymiz, zemlya, mana pol zemlya. OK deb bosamiz. OK deb bosamiz, mana ko'rib turganlaringdek yer bizda tayyor bo'ldi yer. Agar bu xalaqit berayotgan bo'lsa, ustida mana buni ustida 10 tugmani bosib, mana показать в другое окно, ya'ni boshqa oynani alohida ko'rsatish bossak, mana alohida bo'lib qoladi. Shu bizga xalaqit bermaslik uchun. Biz o'zimizga moslab kichkinagina qilib olamiz mana bunday ko'rinishda. Endi qaranglar do'stlar, bu yerni qilganimizdan keyin ikkinchi uровень, ya'ni fundament tashlash. Fundament tashlash uchun biz mana ko'rib turganlaringdek planga kiramiz. Mana planga bosib и добавить уровень ko'ryapsizlar. Ya'ni qo'shimcha uровень list tashlash bosamiz. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz 0, birinchi uровень. Bu esa uровень ikkinchi uровеньda esa biz devor tashlaymiz, ya'ni devorimiz aylanasi 7 metr bitta bosib 10 ustiga bosamiz, yana mana bosib chap tugmani bosib olamiz, bo'ldi. Ko'rib turganlaringda mana uy tayyor turibdi. Orasida ko'ryapsizlar qanday masofa, bir-birini ustiga tushirishimiz uchun. Qarab turinglar. Ya'ni planga kiramiz, mana planga kirib и изменить уровень ko'rib turganlaringdek, ya'ni uровеньda o'zgartirish ustiga bir marta bosamiz. Mana bizda birinchi uровень 0 da turgan bo'lsa, ikkinchi uровень 2 metr 62 santimetr balandlikda. Buni ham biz xuddi shunday 0 da bosamiz. Xohlasangiz nomlarini yozsalaring bo'ladi, fundament yo boshqa deb. Rast bosamiz. Ko'rib turganlaringda mana yer ustiga tushdi. Ko'rib turganlaringda mana. Endi bu fundament bo'lish uchun, ya'ni mana bu strelkani bosib, fundamentni 10 tugmani bosib,
Изменить stena. Fundamentimizni balandligi masalan 70 qiladigan bo'lsak, 70 qo'yamiz. Mana ko'rib turganlar. Eni 40 bo'ladigan bo'lsa, 40 cm yozamiz. Mana 40 cm. Fundamentga rang beradigan bo'lsak, mana bosamiz. Stena kirpishni xohlasalar, mana kirpishnini bosamiz. Okey. Bu yerni ham bu ichki tomon, tashqi tomoni bir xil qilish uchun mana okey deb bosamiz. Mana ko'rib turganlaringda mana fundamentimiz. Onda qilib joyi bo'lib qoladi. Mana ko'rib turganlaringda mana joy qilib ustiga bosib mana ko'ryapsizlar. Bunday qilib to'g'rilaymiz. Past ham ko'ryapsizlar, xuddi to'g'rilanyapti. Mana to'g'rilandi, ko'rlar. Endi buni ustiga devor ko'tarishimiz uchun, ya'ni biz plyusni bosamiz. Plyusni bosganimizda mana ko'rib turganlaringda xirra ko'rinyapti. O'sha ustiga devor ko'taramiz, ya'ni stenaga keladi mana. Stena mana yozib qo'ygan stadat stena bosamiz. Bizga devor kerak. Ras. Ustiga bosamiz. Va bunday qilib ustiga bosamiz. Mana stena ko'rib turganlaringda. Endi buni strelkani bosib biz ko'taramiz. Изменить stena. Ko'rib turganlaringda mana devorimiz, fundamentdan devorimiz yana ko'tarilgan, uni tushiramiz. Ya'ni devorimizni, uyimizni balandligi 3 metr qiladigan bo'lsak, 300 yozamiz. Qalinligi 40 cm fundament qo'yganimizdan keyin g'ishimiz 1,5 uradigan bo'lsak, bizda 37 cm bo'ladi. 37 qo'yamiz do'stlar. Devorga rang beradigan bo'lsak, kirpich rang, ya'ni g'ish rangni beramiz. Mana ko'rib turganlaringda g'ish rang. Ichki tomoni, tashqi tomoni farqi yo'q. Endi o'zlaring bemalol qilganda vaqt ko'p ketmasligi uchun qani qilyapman. Mana ko'rib turganlaringda mana devor. Endi boyaginda xuddi boyagi ishni qaytaramiz. Ko'rib turibsizlar, fundament ustiga kiydirishimiz uchun planga kelamiz. Mana plan. Изменить уровень bosamiz. Bizda birinchi urinimiz 0 bo'lgani uchun, ikkinchi urinimiz boya 70 fundament qo'yganimiz uchun 70 qilamiz. Ustiga minish uchun 70. Mana bunga qarab turinglar endi. Ras, ko'rdingizmi? Mana tikka tushdi do'stlar. Mana agar pol qo'ymoqchi bo'lsalaring do'stlar, devordan oldin polni tashlab chiqishlaring mumkin. Masalan, mana buni copyright qilib olamiz. Copyright 3-uringa tashlaymiz. Ikkinchi urin mana ko'rib turganlaringda buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Bizga pol tashlashimiz kerak edi, esdan chiqib ketdi. Pol tashlash uchun mana sozdать комнату bosamiz. Belgilaymiz ustida. Ras. Mana pol tushdi, ko'rsizlar. Yoki yana bitta yo'li bor adashmasam. 3-urin. Pol tashlamoqchi bo'lsalar, polni besiklab ustida 2 marta ursalar, pol tayyor bo'ladi. Mana pol tayyorgandan keyin uni ko'tarishlaring kerak urinda, shuning uchun. Lazım pol tashladik. Polga rang beradigan bo'lsak agar, ustiga bosib polimiz rangi, ya'ni изменить комната do'stlar, раскрас pol rangi. Mana pol rangi, mana pol har xil деревня. Ras bosamiz. Okey. Mana polimiz ham tayyor bo'ldi. Mana endi 3-urinda xuddi shuni devor qilamiz. Ustida urib olsak ham bo'ladi devor. Mana
Polni qo'ydik, devor qo'ydik. Mana ko'rib turganlaringdek devor tushdi. Devorni boyagida xuddi bosib ustida agar kompyuterda ishlasalaring shift orqali tanlasalaring bo'ladi birdaniga. Do'stlar, 4 tala devorni belgilashlaring mumkin kompyuterda ishlasalaring. O'yin tuman bosamiz, izmestena bo'yi 3 metr. Eni esa boya aytganda 37 bo'ladi. Endi rangini beramiz, ya'ni ras. Bu bir ichki qism, bir tashqari qism mana ko'rib turganlaringdek tushdi do'stlar. Endi xonalarni bo'ladigan bo'lsak, biz xonalarni oddiy gipsokardonda bo'lib chiqadigan bo'lsak, agar masalan bitta qo'yamiz. Chap tugmani bosib. Ikkinchisini bo'lamiz. Xona qilamiz masalan. Oshxona. Xona. Yana bitta xona. Va bu mehmonxona bo'ladi. Bu esa sanuzel qilamiz. Mana endi buni hammasini mana strelka bilan bosib hammasini belgilab olamiz. Bitta, ikkita shift bilan. Ikkita, uchta. O'n tugmani bosib o'rtada перегородкamiz 25 bo'lishi mumkin. Gipsokardon bilan bo'ladigan bo'lsak 10 qilamiz. Masalan, agar 5 lik taxta qo'yilib, reyka qo'yilib, ikki tomoniga gipsokardon ursak 9 ya 8 bo'ladi santimetr. Bo'yini 300 qilamiz. Devorning rangini xuddi boyaginday belgilab qo'yamiz. Agar sizlarga ma'qul bo'lmasa boshqa rang belgilasalaring bo'ladi. Endi men shunday ko'rsatib o'tib ketyapman do'stlar. Mana xonalar bo'lindi, hol ko'rib turganlaringdek. Mana hammasi bo'ldi. Mehmonxona, ya'ni oshxona, bitta kattaroq xona, yotoqxona, yana yotoqxona, yana yotoqxona, mehmonxona, sanuzel. Endi bularga eshik qo'yib chiqamiz do'stlar. Ya'ni eshik qo'yish uchun maytda ko'rsatib qo'ygan mana komnata. Vanna qo'yadigan bo'lsalaring hammasini qo'ysalaring bo'ladi. Mana vanna ustiga bosib turib olib kelamiz mana. Vanna, vanna joylashdi ko'rib turganlaringdek. Bizga rakvina kerak, rakvina mana. Bu yerda rakvina qo'ysak ham bo'ladi mana. Unitas, ya'ni hojatxona uchun orasiga joylashtiradigan bo'lsak mana hammasi bor. Eshiklar qo'yib chiqamiz. Eshiklar mana vxodnoy dver. Mana bu yerga tashlaymiz, mana o'rtasiga qo'yamiz. Mana ko'rib turganlaringda mana eshik qo'yildi do'stlar. Hammasi har xil eshiklar mana. Ras xohlasalaring kompyuterda ishlatsalaring caps lockni bosib ko'paytirib tashlasalang ham bo'ladi eshikda. O'zdan xohlaganday joyga o'rnatib shunday qilsalaring bo'ladi. Настройка kirib eshikni kichkina katta qilsalaring ham bo'ladi. Masalan, izmenить mebel, shirina, eshikni bo'yi, eshikni anosi, mayli bunisi, glubinasi, balandligi, adashmasam bu eni bo'yi, mana balandligi.
o'zgartirsang bo'lar. Uголок mana 90 mi? Adashmasam mana shuni 7 lik hojatxona vannalarga 7 lik 6 lik eshik qo'yiladi. Adashmasam mana shunaqa bo'lsa kerak. Ya bu boshqacha ekan. Yetmaydi. 91 mana bu adashmasam. Ya bunga 60 yozamiz. Mana eshik kichkina bo'ldi. 6 lik eshik qo'ylar. Mehmonxonaga 9 lik eshik qo'ylar. Qolgan xonalarga 7 lik 8 lik eshik qo'ysangiz ham bo'ladi do'stlar. Mana ko'rib turganlaringdek eshik hammasi joylashdi. Mana mebellar qo'yib o'tirmayman. Vaqt ko'p ketadi. Yani do'stlar, endi oynaga o'tadigan bo'lsak, okno mana xohlagan turda oynalaringiz bor. Mana oyna ras. Bu yerga bitta oyna. Bu aytganda caps lockda bosib kompyuterda ishlasalar. Ikkita oyna. 3 ta oyna. Bu yoqqa 4 ta oyna. Yoqqa 5 ta oyna. Men oyna bitta qo'yib chiqdim. Xohlagan oynangizni qo'yishingiz mumkin. Men shunchaki sizlarga ko'rsatish uchun qo'yib chiqyapman. Do'stlar. Men qo'yib turganlaringda oyna qo'yib chiqdim. Xohlagan oynangizni qo'ysangiz bo'ladi. Mana ustiga bossangiz oynani ko'rsatadi sizga. Ikkitalik oyna, bundaqa oyna, bundaqa. Endi buni bu oynadan aniq qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringda men sizlarga mana yani dushovoydiki mana o'rta o'shani kichkina qilamizda, ya'ni fortishkaga o'xshatishga harakat qilamiz oynani. Oynamiz eni 50. Bo'yiga 70 emas. Bunga tegamiz. Mana o'sa 47. Adashmasam 200 qo'yamiz. Shunaqa edi u. Mana to'g'ri ketdi. Yetmaydi. 270 uголок высота. Yani oyna balandligi 50 ga 50 oyna qo'yamiz. Okey. 50. Endi buni tepaga ko'tarishimiz kerak. Buni tepaga ko'tarish uchun 270 qo'yayapti. Yana 170 qilamiz. Mana ko'rib turganlaringda mana dushovoyda fortishka paydo bo'ldi. Xuddi shunday do'stlar. Mana ko'rib turganlaringda uyimiz tayyor bo'ldi. Bunday uy o'xsham oson. Ketsa 15 minut vaqtingiz ketadi, lekin buni hisob-kitob qilib metrlarni joy-joyiga qo'yib chiqaraman desangiz, kamida 2 soatdan ortiq vaqtingiz ketadi. Shunchaki bu yerda boya aytganimdek, mana biz oyna, eshiklar qo'yganmiz, hammasini o'lchamlari turibdi. Mana shirina, glubina, vысота, balandligi, buni ichiga kirganligi, oynaning qalinligi, ya'ni bu esa eniga oynani eshikda. Mana shunaqa do'stlar. Endi saqlanib qilamiz, faylga kiramiz. Saqlanib qilsangiz, shu programma boshqa yerga olib o'tsangiz, shu programmasiz ochmaydi. Agar PDF da saqlanib qilsak, mana PDF da saqlanib qilamiz. Рабочий stol, chizmalari 1 2 3 yo'q. Obishni tashlaymiz, bu yoqqa 01 qilamiz do'stlar. Yerga saqlanib qilamiz. Ko'rib turganlaringda hozir sizlarga
PDF saqlanib qilganini ko'rsatib beramiz. Uy chizmasi. Qani PDF'miz. Fayl сохранить PDF. Menda PDF programma o'rnatilmagan ekan. Mana ko'rsatib turibdi uyda. Birinchi chizmasi. Ikkinchisi mana uyni ko'rinishi. Mana shunaqa. Shunday qilib saqlanib qilib beradi do'stlar. Shunaqa do'stlar. Shunaqa uy chizmalar do'stlar. Men bilan agar bog'lanmoqchi bo'lsangiz mana shu orqali bog'lanasizlar. Telegramda mana bunday Botirjon yaxshiligi deb qidirasizlar. Yoki bu maslahat gruppamiz ham bor, Telegram kanalimiz ham bor, xuddi shu nom bilan. Instagramda ikkita Instagram bor, bu shaxsiy, bu esa uchastka. Yangi qurayotgan uy chizmalarim, YouTube'ga chiqarayotganlarim hammasi oldinga chiqarganlarimni ham rasmlarini shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, mana shunaqa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zlaringizni asranglar.